Assalomu alaykum. Hurmatli aziz birodarlar. Bugungi video syomkamiz mana shu Simental.uz adminining mini firmasidan bo'ladi. Bakka biz silos olib keldik. Ko'mish jarayonlarini ham sekin ko'rsatib boramiz. Hozir rosa yem berish jarayoniga kelibmiz. Nima qilyapti bular? Bir ko'ramiz. Nimani aralashtiryapsan, bratishka? Nega somon bor? Somon bor. Shu Somon, silos, bor. o'shali eng mashhur bo'lgan yashirin yemlari. Bugun sirlarini ochib tashlaymiz. Mana tomni ochib tashlayman. Novvoslari. Bo'g'ozlargami bu? Yo'q, sigirlarga. Sigirlargami? Ha. Hali bo'g'ozlarga alohida. Bo'g'ozlarga отдельно beriladi. Mana sigirlar. Birodarlar, bularni yemlarning tarkibini bittadan aytib chiqaman. O'zi aytmasa ham men bugun aytaman mana. Qanday ko'milyapti, nima bo'lyapti o'shalardan ko'ramiz. Bular bo'g'ozmi bular endi? Bo'g'oz ha. Bular bo'g'oz ekan. Bo'g'ozlarga ehtiyot bo'lib beriladi. Mana yemlari ham o'rtacha, zo'rbas. Chunki bo'g'ozlarni asrab avaylash kerak. Bu yemni tarkibi mana bilasizlar, Simental.uz admini juda yemlarga bir nimasi yaxshi qaraydi mollarga. Yemlarni mana ko'rib turibsizlar. O'zi aytib o'tgan, o'sha reklama qilayotgan yemdan. Hali reklama qilayotgan yemning nomi nima edi? Nimada? Risbaraka. Ha, risbaraka. Chisti risbaraka mana. Mana shu risbaraka beradi bu. Yagvarda o'rilgan somon qo'shib turib sigirlarga beryapti. Mana o'sha ertalab tashlagan o'ti turadi. Uni tepasidan yana sekin tashlayveradi. Mana aralashtirib tashlayapti. Novvoslari yotibdi. Sigirlar, tashqaridagilarni ham ko'rsat. Tashqarida bormi? Yo'q. Tashqaridagilar yo'qmi? Yo'q. Mashit ekan mollari mana. Silosini bir ko'ramiz. Qana ko'myapti, o'shalarni bir ko'rsatib o'taman. Kanalimiz rivoji uchun bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Mana bunday qilib aralashtiradi. Ha, bu buzoqchalar ekan. Bu tomonda ham buzoqchalari bor, yotibdi mana. Yemlari mana. Beda somon, silos, kepek olib qo'ygan. O'zigacha qaraydi bu bola mollariga. Tagiga bunaqa quruq go'nglardan tashlaydi. Ha, buni bizdan o'rgangan, bu quruq go'ng tashlashdi. Do'stlar, silos holati mana. Juda zo'r. Butun makkani o'zi yo'q. Nihoyatda maydalangan mana. Mana makkani maydalangan. Ko'ringlar. Buni yaxshilab bekdilar. Kanalimiz rivoji uchun bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Siz xizmatlar zarur bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilaverasiz. Birodarlar, bu silos tepasiga turpoq tashalyapti. Silos tepasidan 3 qavat plyonka yopiladi. 3 qavat mana. 1 qavat. Ha? Mana bu 2-qavati. Bu 3-qavati mana. 3 qavat plyonkadan keyin silos mana. Bo'g'oz sigirlarga bunday qilib somonni maydalab silosga aralashtiriladi. O'zi bundan olgan ekan mana. Baraka degandan olgan ekan. Qorovul. Bu somondan ham o'zi ozroq olib qo'ygan. Tomni sekin. Bunisi nima ekan? Bunisi ham bir narsalar, hashay-pashay. Somon kerak, baribir somon kerak. Voshim qalin bosilyapti. Bu qalin basmi? 30 cm bo'lishi kerak, 30 bo'lgan yo'q.
30 santimetr bo'lishi kerak ekan mana. Kamida 30. Ha, yana turpoq olib kelaveramiz. Qanjollaring sog' bo'lsin. Mana shu bola mehnatiga bittadan like bosib qolsizlar. Hamma chorvasi borlar, o'zi sekin mashina qilib mehnat qilsa, molini qadriga yetadi. Chorvasi borlar-da, ozroq mashina qilib mehnat qilish kerak. Kim o'zini molini qadriga yetadi. Hayya, albatta. Ana oyoqlari loy bo'lib, mana bir maza qilib mehnat qilish kerak. Qanjollaring sog' bo'lsin. Qimmat erkaklar qo'ying-da. Go'sht qimmat, sut qimmat, to'ppa-to'g'ri. Mehnati ham bor buni qilib. Ha, o'rdalaringizni ko'rsatdim bu o'rda. Hamma yo'q bor-da bu firma. Niginami bu? Meni havas qilgan ekan, mana bitta nigina qo'yib qo'yibot mana. Bizni ishoniga o'xshaydi. Bizni ishoniga o'xshar ekan. Niginasi. Ha, bu firmada hamma yo'q bor. O'rdakdan tortib, it, mushuk, mishig'ini ham ko'rsataman hozir. Do'stlar, sekin yemxonasiga ham kiraveramiz. Bizga bemalol, bizga ruxsat. Mana shu yerda yemlari bor. Mana yemlarni ko'ryapsizlar. Rizq baraka yemlari. Mana shu mana rizq baraka yemlari. Bosilgan. Rizq baraka yemlari. Mollari mazza qilib yemlar deydi mana. Do'stlar, shu bola mehnatiga bittadan like bosamiz. Mana bu nimaga tayyorlayapti ekan buni? Hozir buni ham sirini aytamiz. Bu bo'g'oz mollarga do'stlar. Mana somon, risbaraga yemlari, qayda silos bo'g'ozlarga mana. Bo'g'ozlarga ha, to'g'ri topibman. Semichka patron. Semichka patron? Semichka patron dedingmi? Nima foydasi bor ekan buni? Semichka patron. Ha, mana uyutganingiz semichka patronmi? Ye mana do'stlar. Bo'g'ozlarga semichka patron ham beriladi. Bitta bo'g'oz mollarga do'stlar silus, risbaraga yemi, semichka patron, keyin somon. Ana sementalchi ukamizni bitta sirini topdik mana. Kuzatib borsalaring qolgan sirlarni ham sekin bo'lishamiz, xudo xolasa. Mana aytdim, aralashtiradi bu bola. Namlab turib somonni. No, somonni namlab aralashtiradi. Mana uni ham endi mana sigirlarga ekan bu mana. Aralashtirilgan. Ancha munchasi bunday qilib sirlarni oshkor qilib yormaydi. Endi bittadan like ta bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada o'zlarining fikrlarini yozsalaring, keyingi videomiz xudo xolasa o'zimizning yem haqida bo'ladi. Men bo'g'oz mollarimga nimalar beraman, nimalarga ahamiyat beriladi. Qanjollaring sog' bo'lsin. Like ta ayamaysizlar degan umiddamiz. Xonajillarga. 6 oyliklar, 6 oylik xonajin, 7 oylik xonajinlarga. 6 oylik, 7 oylik xonajillarga yem. Yem 2 kilodan bittasiga. Bittasiga 2 kilodan. Ha, bir mahalliga. Ha. Mana sizlarga do'stlar. Mana sizlarga ochilmagan sirlar. Mana sementalchi ukamiz mol baqari nima qiladi? O'zi keyingacha sirlar ochib tashladik. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Bermaz vaqtida. Bermaz hozir ordigan pul shu kunga ketgan.